Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi mavzuyimiz eshitish haqida bo'ladi va eshitish anatomiyasi, fiziologiyasi haqida bugun sizlar bilan batafsil gaplashamiz. Demak, eshitish o'zi nima uchun ahamiyatli? Eshitishning eng katta, demak, ahamiyati bu nutqning rivojlanishi uchun kerak. Demak, yosh bola tovush eshitmaydigan bo'lsa, avtomatik u soqov bo'lib qoladi. Ya'ni qanday tovush chiqarishni o'zi bilmaydi. Tovush chiqarish uchun albatta u eshita olishi shart. Ikkinchi narsa bu insonlar bilan muloqot o'rnatish va ijtimoiy hayot uchun ham eshitish juda muhim. Dastlab eshitish haqida gapirishimiz uchun biza eshitish organlari, demak bu umumiy eshitish organlarini anatomiyasi hali 100% o'xshatib chizishga vaqtimiz yetmadi. Demak, 3 ta qismga bo'linar ekan. Eshitish organlari. Bular periferik qismi, o'tkazuvchi qismi va markaziy qismlarga bo'linadi. 3 ta qismga bo'linadi. Undan tashqari quloqni o'zi demak 3 ta qismga bo'lib o'rganamiz. 3 ta quloq bor. Bular tashqi, ichki va o'rta quloqlar. Aniqroq ketma-ketligi tashqi, o'rta va ichki quloqlarga bo'linadi umumiy hisobda. Endi testlarda adashmaslik uchun hammasiga nima kirishini so'zma-so'z bilib olishimiz kerak. So'zma-so'z adashib ketmasligimiz uchun. Bular tashqi quloqqa testlarda tushadi, nima kiradi deyishsa, demak quloq suprasi plus tashqi eshitish yo'li kiradi. Demak, quloq suprasi demak bu o'sha biz biladigan quloq suprasi va tashqi eshitish yo'li kirar ekan. Quloq suprasining asosiy vazifasi bu demak tovushni qabul qilish va uni eshitish yo'liga o'tkazish. Demak, tashqaridan kelayotgan tovushni ilib qolish va uni demak ichkariga e'tibor beringlar, tovush o'tyapti, hali bu impuls emas. Demak, bu hali nerv impulslari emas. Bu shunchaki qabul qilinyapti va tovush ko'rinishida ichkariga o'tkazilyapti. Demak, quloq suprasi va tashqi eshitish yo'li kirar ekan. Tashqi quloq nog'ora parda bilan tugaydi. Tamom. Nog'ora parda, demak mana shu nog'ora pardamiz bilan tashqi eshitish yo'llari, demak tashqi quloqimiz tugar ekan. Endi o'rta quloqimizda 3 ta demak nay bor, 3 ta suyakcha bor. Bu suyakchalar bolg'acha, sandoncha va uzangicha. Bu yerda hozir n harfini tashlab ketishibdi, shoshib yozilganda. Demak, uzangicha bo'lar ekan. Va shu bilan birgalikda o'rta quloq Yevstaxiy nayi bilan birgalikda tomoq, ya'ni halqum bilan ham bog'langan bo'ladi. Demak, Yevstaxiy nayi buni qachon sezasizlar desa, biron bir tog'lik joyga o'sha avtomobilda chiqib ketadigan bo'lsanglar, quloq avtomatik bitib qoladi, ya'ni eshitmay qoladi. Mana shu eshitmay qolishi demak Yevstaxiy naylarining yopilishi hisobiga bo'ladi. Yoki bo'lmasam ko'p mana tomog'i og'riydigan, tomog'i tez-tez og'rib yuradigan insonlarni ko'rsanglar, ularni albatta qulog'i ham og'riydi. Demak, o'sha quloq demak o'rta quloq Yevstaxiy nayi bilan halqum bilan ulangan bo'ladi. Va o'sha tog'likka qarab chiqib ketayotgan paytda qattiq esnaydigan bo'lsa, og'izni ochib esnaydigan bo'lsak, biz quloq ochilishini his qilamiz. Demak, Yevstaxiy nayi bu o'sha halqum bilan o'rta quloqni bog'lab turadigan nay bu. Demak, nay ekan. Keyingisi ichki quloq. Mana shu joyi juda ko'p abituriyentlarimizni qiynab qo'yadi. Bular yodlab olasizlar. Eng muhim joy mana bolg'acha, sandoncha, uzangicha yoki Yevstaxiy nayi bu o'rta quloqda bo'ladi deb aytib berish kerak. Demak, ichki quloqcha desa, ichki quloqqa demak bo'shliq, demak 1 qo'yaman. Yarim doira kanalchalar 2 qo'yaman.
chig'anoq uchta qo'yaman. Va mana shu qavatlarni tashqi tomondan suyak labirintining ichida parda labirinti bilan o'ralgan. Demak tashqarisida suyak labirinti, buni yozib qo'yamiz. Demak tashqarisida suyak labirinti, ichkarisida parda labirinti bo'ladi. Va shu bilan ikkita suyuqlik ham bor. Shu joyga e'tibor berasizlar. Mana bu suyak labirinti bilan parda labirintini orasida perilimfa suyuqligi bo'ladi. Demak, shu joyni yaxshilab eslab qolinglar. Bo'shliq, yarim doira kanalchalar va chig'anoq. Uni tashqi tomondan suyak labirintining ichida parda labirinti o'rab turadi. Demak, suyak labirinti bilan parda labirintining o'rtasida perilimfa bo'ladi. Ikkalasining o'rtasida. Mana shu suyak labirinti bilan parda labirinti o'rtasida perilimfa bo'lishini yodlab olishimiz kerak. Va perilimfada hali retseptorlar haqida gap yo'q. Hali bu yerda retseptor haqida gap bormaydi. Endi suyak labirinti va parda labirinti o'rtasida perilimfasi yo'qligi va o'sha suyak labirintining ichidagi parda labirintini ichida endolimfa suyuqligi bo'ladi. Demak, parda labirintining ichida endolimfa suyuqligi va mana shu endolimfa suyuqligining ichida retseptorlar joylashgan bo'ladi. Endi mana shu joyga e'tibor beringlar. Mana tovush, demak tashqaridan quloq suprasidan kirdi, o'rta tashqi eshituv yo'llaridan o'tdi, nog'ora pardadan o'tdi, yetib kelib, mana shu yetib kelguncha, demak to endolimfaga yetib kelmaguncha, retseptorlarga kelmaguncha u tovush ko'rinishida bo'ladi. Yana endi tovush avtomatik nimaga o'zgaradi? Impulsga o'zgaradi. Impulsga, demak endolimfa ichidagi retseptorlar impuls holatiga o'tkazadi. Ana endi shu bilan birga demak eshitish nervi shu bilan bosh miyaning demak chakka sohasiga yetib borib u tahlil qilinadi va o'rganiladi. Tamom. Ketma-ketligini yodlab olishimiz kerak. Demak, birinchi tashqi quloqdan o'tar ekan. Birinchisi tashqi quloq, eshitish yo'li, undan keyin nog'ora parda. E'tibor beringlar, mana shu yerda demak nima tugayapti? Tashqi quloq tugayapti. Endi o'rta quloqdan boshlab, o'rta quloq eshitish suyakchalari, demak bular bolg'acha, sandoncha, uzangicha shu bilan o'rta quloqimiz o'z yakuniga yetyapti. Bir joy tushunib olinglar, qaranglar. Bolg'acha birinchi bolg'acha, keyin sandoncha, keyin uzangicha keladi. Bolg'achaning bir uchi nog'ora pardaga, mana bunday holatda nog'ora pardaga birikib turgan bo'ladi. Va ikkinchi uchi sandonchaga birikadi. Demak, sandonchaning pastki qismi, demak buni pastki qismi bolg'achaga, tepasi uzangichaga ulangan bo'ladi. Uzangicha esa bu ovolsimon tuynuklarni yopib turadi. Ovolsimon tuynuklar bu ichki quloqqa o'taverish nuqtasi desak o'zimizga osonroq bo'ladi menimcha. Demak, ovolsimon teshiklar bu o'sha ichki quloqqa kirib ketaverish desak bizga osonroq, menimcha esda qolish osonroq bo'lsa kerak. Endi ichki quloqqa o'tgandan keyin demak tovush impuls ko'rinishiga o'tar ekan. Va qayerda edi? Endolimfa suyuqligining ichidagi retseptorlar yordamida. Mana shu retseptorlar yordamida, endolimfa suyuqligida retseptorlar yordamida tovush impuls holatiga o'tkaziladi. Va mana shu impuls holatini eshitish nervi
va u oliy markazga bosh miya yarim sharlarining chakka sohasiga borib, o'sha yerda analiz qilinadi. Bu tovush balandligi, bu necha chastota ekanligi va qanday ma'noni kasb etishini, demak, chakka sohamizda tahlil qilar ekanmiz. Endi boya o'rta quloq haqida gapirayotganda bir joy esdan chiqib qolibdi. Imенно mana shu Yevstaxiy nayi bilan bog'liq. Mana shu Yevstaxiy nayida, misol urush bo'lgan davrlarda, urush davom etayotgan bir paytlarda biror joyga bomba tushadigan bo'lsa va atrof qattiq chastotalik shovqin bo'ladigan bo'lsa, quloq pardasini yirtib yubormaslik uchun tovushni neytrallash, ya'ni tovushni neytrallash maqsadida bomba tushayotganda og'izni katta ochib turish buyurilgan. Ya'ni og'izni katta ochib turgan paytda Yevstaxiy naylarida, o'sha halqumdagi Yevstaxiy naylari ham ochiq turadi va tovush nog'ora pardani yirtib ketmagan. Endi eng asosiy bo'ldi. Mana shu eshitish juda chuqurlashib ketish shart emas. Eng muhim joy eslab qolinglar, demak, periferik qismi, o'tkazuvchi qism, markaziy qismlarga bo'lib o'rganiladi. Quloqni o'zi 3 ta bo'ladi, demak, tashqi, o'rta va ichki bo'ladi. Tashqi quloq suprasi, tashqi eshitish yo'li, o'rta quloqi, bolg'acha, sandoncha, uzangicha va Yevstaxiy nayi ham kiradi. Keyin Yevstaxiy nayi, demak, o'rta quloq bilan halqumni bog'lab turadi tomon. Ichki quloqqa, demak, bo'shliq, yarim doira kanalchalar va chig'anoq kiradi. Ularning ustidan suyak labirinti, ichida parda labirinti bo'ladi. Suyak labirinti bilan parda labirintining orasida perilimfa suyuqligi bo'ladi. Parda labirintining ichida esa endolimfa suyuqligi bo'ladi. Endi endolimfa suyuqligida retseptor bo'ladi. Retseptor buni tovushni impuls holatiga o'tkazib beradi. Demak, ketma-ketligi menimcha yodlab qo'ysanglar bo'ladi. 9 ta umumiy ketma-ketligi bor. Buni hammasini yodlab qo'ysanglar bo'ladi. Endi yarim doira kanalchalar, demak, mana bu yarim doira kanalchalar, mana bu yarim doira kanalchalarimiz, chig'anog'imiz mana ichki quloqda joylashgan. Chakka suyagi, mana chakka suyagi mana bu joylashgan. Nog'ora parda, demak, tashqi quloqning tugash nuqtasi bu yerda joylashgan. Ovolsimon tuynik, demak, ichki quloqqa kiraverish nuqtasi shu yerda joylashgan va tashqi eshitish yo'li, demak, mana bu yerda joylashgan. Bu esa quloq suprasi ekan. Menimcha, mana bu esa o'rta quloqda joylashgan quloq, demak, eshitish suyakchalarimiz. Ketma-ketlikka adashtirib qo'ymanglar. Har doim birinchi bolg'acha, sandoncha va uzangacha keladi. Buni adashtirib qo'yish kerak emas. Darsimiz, demak, ma'qul kelgan bo'lsa, hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar.